Daryo. Assalomu alaykum. Alayhissalom. Dilmurod aka bilan bog'landikmi? Aha. Okajonim, sog'misiz, salomatmisiz? Xayrli kechlar bo'lsin. Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Rahmat kattakon, agarda bezovta qilgan bo'lsam, avvalambor afv etgaysiz. Okajonim, bugungi Allohimga suyukli banda, Rasulimga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat. Yaratgan egam ikki dunyoyingizni ham hidoyat nurlari ila hamisha munavvar aylasin. Chiroyli kunlari bilan mukofotlab, hamisha sizning quvonchingizni sababchi bo'lsin ilohim. Ayni daqiqalarda uyali aloqangizni band qilib turgan yaqinlarimga tabriklar loyihasi va ushbu loyiha boshlovchisi bilan g'oyibona suhbatdasiz. Biroz qimmatli vaqtingizni olgan holda sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehribon insonlaringiz nomidan bugun siz uchun go'zal tabriklar kelgan. Shularni sizga yetkazib bersam maylimi? Xo'p. Rahmat kattakon, va mana shu o'rinda sizga bir savol bilan murojaat qilsam, nima deb o'ylaysiz okajon? Mana shunday quvonchli kuningizda qay bir yaqin insoningiz sizni xursand etmoqlikni istadi? Taxmin qilib ko'ring-chi, bu sirli inson kim bo'lishlari mumkin? Bilmasam ekan. Taxminlaringiz yo'qmi? Taxmin bor. Aytib o'ta olasizmi? Uni telefon zabt qilib, xotinim eshitib qolsa bo'ladi-ki. Mayli, keling okajon, unaqada hech kimni xafa qilmasdan men sizga o'zim ozgina yordamlashib yubora qolaman. Albatta, bu sizning jamiki oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz va bugun bizga maktub yo'llab sizni dunyolar qadar yaxshi ko'rib ardoqlovchi mehribon turmush o'rtog'ingiz Rayhonaxon opamiz bo'lar ekanlar. Va mana shu go'zal tabriklarimizga farzandlaringiz Abrorbek, Dildora, Dilrabo, Muhammadali ham hamrohlik qilib qolishar ekanlar. Xotinim bola, ayolim bola. Albatta, mehribon ayolingiz nomidan bugun siz uchun juda ham go'zal bo'lgan tabriknomalar kelgan. Agarda ruxsat etsangiz, mana shu go'zal tabriklarimizni siz uchun o'qib eshittirsam. O'qing. Rahmat kattakon, marhamat qilib diqqat qilasiz. Men o'qishlikni boshladim. Assalomu alaykum, meni dunyolarga alishmaydigan mehribonim, hayotimdagi eng yaqin insonim, dardimga darmonim, tashvishlarimda yechimim, meni shunchaki borligim uchun shartsiz yaxshi ko'radigan sevgilim, qalbim egasi bo'lmush sultonim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz nabiyimizga ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik kuningiz bilan qutlayman. Sizga sog'lik, omonlik, bitmas tuganmas baxt va omad, uzoq umr, ishlaringiz rivojlar tilab qolaman. Hamisha qalbingizda, dilingizda qanday orzu istaklaringiz bo'lsa, barchasi bekamu ko'st amalga oshsin. Hamisha yaqinlaringiz, qadrdonlaringiz e'zozida, ardog'ida bo'lib yuring. Allohim sizni ikki dunyo savob va saodati bilan siylasin. Mehribon Allohim bizga shunaqangi go'zal amallar bersinki, birgalikda borar manzilimiz ravzai jannat bo'lsin. Siz hayotimga kirib kelgan kuningizga shukronalar aytaman. Siz hayotimga kirib kelgan ilk kuningizdan menga faqat va faqat yaxshilikni olib kelmoqdasiz. Eng katta tilagim shuki, inshaalloh qo'lishlashib Allohimning uyi Ka'batullohga, haj umra ziyoratlariga birgalikda borish nasib etsin. Mana shu farzandlarimiz baxtiga sog' va omon bo'lib yurishlik, farzandlarimiz ortidan ikki dunyo jannatlarini, ikki dunyo rohatlarini ko'rib yurishlik ham nasib ro'z aylasin. Ular xuddi biz orzu qilgandek solihu solihalardan bo'lishsin. Allohimning har ikki uyida ham o'zi sevgan, o'zi suygan bandalari qatorida bo'ling. Men uchun juda ham keraklisiz, mehribonim sultonim. Hamisha har on biz uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Bugungi ayyomlaringiz, tavallud ayyomlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Meni jannatlarga yetaklang begim. Baxtimdan lol qolsin hatto hurlar ham. Ikki dunyo seving, o'ksitmang ko'nglim. Tahsin aytsin toki farishtalar ham. Meni jannatlarga yetaklang begim.
namozim bo'lmasin dunyo deb qazo. O'rgating Qur'onni, qabrim nurlansin, toki jahannamda olmayin jazo. Menga jannatlarni anglating begim, neki bo'lsa birga yengaylik doim. Tik qotmasin hech egisin jismim, sajdada turaylik oxiratda ham deya mehribon umr yo'ldoshingiz o'z maktublariga yakun yasabdilar akajon. Rahmat, sizlarga katta rahmat. Rahmat kattakon, marhamat. Ular uchun ham tilaklaringiz bo'lsa, siz ham bemalol aytib o'tishingiz mumkin. Shu baxtimizga hamma sog' bo'lsin. Sizlar ham sog' salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga. Rahmat kattakon, inshaalloh aytganlaringiz kelsin, mehr muhabbatingizga esa aslo ko'zlar tegmasin. Bugungi go'zal ayyomlarni chiroyli kayfiyatlarda yakunlab oling. Doimo yaqinlaringiz baxtiga sog' va salomat bo'ling. Rahmat kattakon, omon bo'ling. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Akajonim, mana bu go'zal tarona esa bizning loyihamiz tomonidan siz uchun marhamat. Gapirib bersammi sevgim, qanday boshlangan, uni deb aytsin ko'zlarim. Dudu yoshlangan, bildim shunda sevgi sirin. Ko'p sirin, o'ziga barchasi kegin, shundoq tashlangan. Kel dardingni bo'lishgim, qaytadan tanishgim, sevgilingman sevgilim. Oh, kel dardingni bo'lishgim, qaytadan tanishgim, sevgilingman sevgilim. Bizni sevgimiz boshqacha, bilib qo'ysinlar, sevishaylik 100 yoshgacha. Kuyib bo'lsinlar, kerakmas mol-u dunyosi, qursin dunyosi, sevdim uni tavonim